Xo'p, salom hammaga. O'sha sizlar ko'rgan va qilib ko'rishni xohlagan videolarni bugun qanaqa qilinishini o'rganamiz. Buni qilishimiz uchun bizga ikkita sayt kerak bo'ladi. Nomi Piclumen. Ikkinchisi ChatGPT kerak bo'ladi bizga. Ko'rishingiz mumkin, ko'pchilik bularni qilib ko'rgan. Mana rasmlarni men qanaqa qilganimni video davomida o'rganib olasizlar. Uning uchun bitta men rasm tashlab oldim. Sizlar o'zingizlar xohlagan rasmlarni tashlashingiz mumkin. Keyin ChatGPT ga aytdim. Shu rasm analiz qildi, ranglarini o'rgan deb yozdim. Keyin undan so'radim. 10 ta qismli shu rasmlardan ketma-ketlikda tipa serial yaratib ber dedim. Promptlari bilan. Sekin-sekin уже yozishni boshladi. Bitta-bittalab promptlari mana birinchi seriya, ikkinchi seriya hammasi tushirdi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu rasmdan kelib chiqib hammasini yasab beryapti. Keyin hozir mashina 0 dan qilib ko'ramiz. Uning uchun yengisiga o'tib olamiz. Xo'p, rasm tashlab olamiz. Xuddi shunaqa rasm, faqat boshqacharoq. Uni copyright qilib turib shu analizga berdim. Уже buni rasm o'rganyapti. Ranglarini, otni ko'rinishini, umuman atmosferasini, boshqasini hammasini o'rganyapti. Ya'ni tushunyapti bu narsani. Keyin ikkinchisi уже tez-tez o'tib ketaman. Hozir boshqatdan yozib o'tirishga vaqt ketib qoladi. Video ham cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun shu yerdan copyright qilib tashlayveraman. Xo'p, boshladi. Mana birinchi qism уже yozilyapti. Orqasidan sirazi prompt. Mana shu prompt bizga kerak bo'ladi. Keyin promptni tashlab olamiz. Undan keyin bu prompt nimaga kerak bo'ladi bizga? Shu mana shu ot bir-biriga o'xshash uchun, boshqa uchun. Momentda fixed degan narsa bor. Buni yozmasanglar, bu narsalar kelib chiqmaydi. Uning uchun biz mana rasmga o'xshatishimiz uchun mana shu seedni olamiz, rasmligini. Bu nimaga kerak bizga? Bu momentiga otni, ranglarini, boshqasini o'sha rasmga ko'chirib beradi bu narsa. Formatini 16:9 qilib olamiz. Bosdim. Zagruzka ketyapti. Qanchalik tez bo'lishini o'zingiz ko'ryapsizlar. Umuman kesilishasiz. Montajda hech qanaqa kesilmagan. Birosdan ham shunaqa o'zingizlar qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xo'p, birinchi qismni chiqazi. Xuddi shunaqa ranglar, pushti, ko'k aralash. Ikkinchisini chiqaramiz. Xo'p, ikkinchisini promptni tashlab olamiz va jo'natib yubordim. Xo'p, ikkinchi qismni qanaqa chiqarar ekan? Birinchi qismda shahar o'zini qo'yib berdi. Ikkinchi qismda ot qo'shish kerak o'sha. Chunki men ot so'raganman undan. O'sha birinchi qismda ko'rsatmadi, ana. Xuddi shunaqa ot. Nariga ot ham xuddi shunaqa edi, bu ham xuddi shunaqa. Buni yaxshi ustida ishlab, agar rivojlantirsanglar, bu narsa ham ko'p narsa qilsa bo'ladi bundan ham. O'zingizlarning kontentinglarni ham yuritsanglar bo'ladi bundan. Juda ham oson narsa. Men anchadan beri o'sha ishlatdim bu narsani. Limiti yo'q ekan, eng qisqasi. Hozirgina masalan pul so'raydi, qanchalik limit bo'lgandan keyin mana odamlar qilishgan. Kodga o'tamiz, mana masalan. Bu yerda ko'p narsalar bor. Hozir eng qizig'ichi, buni odamlar yasaganini ham olib turib, o'zingizlarni formatinglarga o'tkazib turib ham yasasanglar bo'ladi o'zingizlar. Xo'p. Men Joker yasagim kelyapti. Mana shu yerda yoqdi menga. Xo'p, buni saqlanib qo'yamiz. Chunki biz ChatGPT ga yozayotganimizga bizga prompt yozib berish uchun unga bitta rasm tashlab berishimiz kerak baribir. Chunki atmosferasini o'sha o'rganib olish kerak u narsani. O'shanga kerak bo'ladi. Xo'p, uni ham yozib o'tirmaymiz. Sirazi buni o'tkazdim, copyright qildim. Rasmni tashlab olaman. Orqasidan o'sha copyright qilgan narsamni u yerda hozir masalan ot bo'yicha yozilgan bu yerda. Otni o'sha Jokerga o'zgartirib qo'yaman. Чтобы unga tushunarli bo'lishi uchun. Jo'nataman. Bu уже o'rganish boshladi. Ikkinchi yozgan narsamizni olamiz. 10 ta qismli o'sha yaratib berish uchun. Biz 10 ta qism so'ramaymiz, 3 ta qism so'raymiz. 3 ta qismni o'zida ham qanaqa chiqishini ko'rasizlar o'zingizlar. Buni ham o'sha anaqa horse, ya'ni ot deb yozilgan joylarni Jokerga o'zgartirib chiqamiz. Chunki copyright qo'yganmiz bu narsani. Boshdan yozganimizda bu Joker bo'lib aniq qilinardi. Copyright qilganimiz uchun o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa hozir bizga ot chiqazib beradi. Bunga tushuntirishni bilsanglar bo'ldi. Sizlar xohlagan narsalarni chiqazib beradi. Ishonmaydi. Hammasi tayyor. Jo'natdim. O'rganib уже bizga prompt yozishga o'tib ketdi. Xo'p, mana bizning promptimiz. Mana o'sha prompt yozib berdi. Promptini copyright qilamiz.
Chunki eng muhimi bizga hozir prompt kerak. Boshqa narsasi kerak emas. AI ga o'tamiz. Keyin bu rasmdan biza sida olishimiz kerak. Ya'ni o'sha o'xshashtirish uchun bu narsani o'sha rasmni sidini olishimiz kerak. O'shani ko'rsatgandagi boyidagi fixed joyga tashab qo'yamiz. Чтобы u rasmga o'xshash uchun. Promptni yozib tashladik. Почти 1 minut ham ketmaydi. Mana tez bo'lyapti. Juda ham katta narsalar qilib olsa bo'ladi bu narsadan. Уже chiqardi mana Joker. Yaxshi. 3 ta qism so'raganim uchun 3 ta qismga prompt yozib berdi. 3 ta qismni chiqaryapman. Mana bu ham generate bo'ldi. Qanaqa chiqar ekan bu? Buni ham zo'r qilib beribdi. Taka yomg'irli. Yaxshi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mutlaqo bepul bu narsa. Va nihoyat video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Albatta ishlatib ko'ringlar. Va albatta videoga like bosib, obunani ham bosib qo'yinglar. Menimcha arziydi deb o'ylayman.